Assalomu alaykum. Bugun 7-oktyabr. Mana bu dori ekilgan. Xo'p, nima derdik? Mana qaranglar, bu ham bir sizlarga bir как namuna obrazец puli ekilgan. Ozuqa kam berilgan. Mana bir xil joylarda zo'r, mana bu boshlanish taraflarida, narigi mana bu taraflarda mana bu kichkina. Ko'rasizlar? Bu urug'dan emas, bu dehqonning aybidan. Buni mana dehqon akamiz o'zlari ham tan oladilar. Bu yerda ozuqa yaxshi, yer yaxshi emas, ozuqa berilmagan, suv yaxshi ichmagan boshida. Mana bu yog'i xuddi o'sha dori, o'sha bu yoqlari yaxshiroq bo'ylari. Shuning uchun hamma narsa baribir dehqonga, yerga ham bog'liq. Urug' yomon deb bizda juda shu narsa urfga kirgan. Sal nima bo'lsa, urug'dan aniq qilishadi. Mana Xitoyda ko'rganinglardek, mana bizda ham xuddi shunaqa bo'ylari baland, pachatga solishi baland joyda joylashgan. Pachatkalar yirik. Hozir endi ko'zim operatsiya qildirgandan keyin ichga kirib bo'lmaydi. Chang mumkin emas. Lekin umumiy holatini ko'rsanglar bo'ladi. Mana